Dunyoda muqobili yo'q variant, ya'ni mahallani rivojlantirish, mahalla yettiligi tizimi va umuman olganda mana shu masalalar atrofida gaplashamiz. Mahallalarda bugungi holat qanday? Kambag'allikni qisqartirish masalalari qanday olib borilmoqda? Va shu bilan birgalikda ushbu tizimning xalqaro miqdorda e'tirof etilishi ayni kunlarda mahalla tizimiga bo'lgan xalqaro qiziqishlarni ham anchagina oshirdi deb aytishimiz mumkin. Demak, munosabat minbardamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanali orqali munosabat tok-shousida navbatdagi son va bu safar biz mahallani rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha atroflicha suhbatlashamiz. Dasturimiz avvalida esa mana shu yerga yig'ilgan barcha ekspertlarimizga xush kelibsiz deymiz. Aytib o'tishimiz joiz, oxirgi vaqtlardagi voqeliklar, ya'ni ayni kunlarda dolzarb bo'lib turgan masalalardan biri bu davlat rahbarining Amerika Qo'shma Shtatlariga amaliy tashrifi. Mana kuni kecha yakunlandi va AQSh bilan bevosita aloqalarimiz oxirgi vaqtlarda anchagina rivojlanyapti va G'azo bo'yicha tinchlik kengashiga O'zbekistonning a'zoligi ham bevosita xalqaro minbarlardagi O'zbekiston ovozini tobora ko'tarilayotgani. Shu bilan birgalikda O'zbekiston xalqaro nizolarni hal etishda yetakchi davlatlar qatorida e'tirof etilayotganidan ham dalolat beradi. Dastlab qisqacha subyektiv fikrlaringiz davlat rahbarining AQShga tashrifi va uning yakunlari bo'yicha. Marhamat. Haqiqatan ham ma'lumki, joriy yilning 17-19 fevral kunlari yurtboshimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga tinchlik kengashida ishtirok etish uchun tashrif buyurdilar. Endi tinchlik kengashi o'zi mana 19 fevral kuni bo'lib o'tgan bo'lsa ham, lekin yurtboshimiz ungacha bir necha juda muhim bo'lgan va strategik uchrashuvlar va muzokaralarni o'tkazdilar. Shu jumladan albatta investitsion loyihalar bo'yicha va O'zbekistonga qilinayotgan investitsiyalarni va albatta xalqaro moliya institutlari vakillari bilan uchrashdi va bir necha muhim bo'lgan loyihalar ustida ishlandi, gaplashildi va 35 milliard dollarga teng loyihalar va investitsiyalar portfeli shakllangan ekan. Ana ma'lumki, mana 2025-yilda sentyabr oyida ko'rishganimizda ham sizlar bilan shu munosabat bildirayotganimizda ham unda BMTning 80 yillik yubileyi bo'lganida o'sha assambleyasi to'g'risida gapirganimizda ham unda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tovar aylboshlasimiz 850 million dollarga yetgan ekan. Mana yil yakuni bilan 1 milliard dollardan oshdi. Bu degani O'zbekistonda savdo aylanmasida reytingi qilganda Amerika Qo'shma Shtatlari top 10taliga kiradi va albatta bu raqamlar faqat ko'payadi, oshadi va loyihalar soni ham hozirgi kunda mana 340 ta Amerika Qo'shma Shtatlari mablag'lari ishtirok etgan kompaniyalar, korxonalar O'zbekiston hududida ochilgan ekan, faoliyat olib boryapti ekan. Endi albatta bu yerda hozir kengashni o'ziga o'tsak, ya'ni tinchlik kengashida ramziy bo'lib, aynan Vashingtonda Donald Tramp nomidagi tinchlik institutida o'tkazildi. Yurtboshimiz o'z nutqlarida aytdilarki, yangi G'azo konsepsiyasini ishlab chiqishni ilgari surdilar. Bu yerda O'zbekistonda shu kunga qadar ma'lum bo'lgan pragmatik va ochiqlik siyosati va tinchliksevarlik siyosati alohida o'rin olgan, ya'ni birinchi o'rinda insonlarda aynan g'azoliklarni farovon hayotini tiklashga va ularni boshqa mamlakatlardan qaytarishga, o'zini vatanida yashash uchun ijtimoiy obyektlarni tiklashga birinchi o'rinda. Bu shifoxonalar bo'ladimi, maktablar bo'ladimi, bog'chalar bo'ladimi? Shu aynan shunga o'xshagan obyektlarni tiklab turib va O'zbekistonni bu ishlarda ishtirok etishini butunlay ta'minlashini ilgari surdilar. Tushunarli. Oxirgi 6 oy ichida davlatimiz rahbari AQSh prezidenti bilan 4-marotaba uchrashyaptilar va o'zaro munosabatlar ikki davlat rahbari o'rtasidagi bugungi aloqalar anchagina yaxshi. Hattoki AQSh prezidenti mana shu minbardan turib, tinchlik kengashi minbaridan turib, Shavkat Mirziyoyev mening do'stim, juda ham yaxshi rivojlanyapti O'zbekiston va mana shunday tarzda davom eting, shuni tilakdoshiman degan fikrlarni aytib o'tdilar. Marhamat. E'tiborli joyiki, mana biz hozir yosh davlatimiz, endi 35 yillik davlatmiz. Lekin bizdan oldin tashkil topgan davlatlarni emas, aynan O'zbekistonni tanlab, aynan O'zbekistonni chaqiryapti. Bu AQSh davlati bu kuchli davlat. Bu dunyoni eng yirik, eng hamma tomonlama iqtisodiy ham, boshqa qurollanish ham. Bizga nega e'tibor? Ana shu savolni o'zimizga beraylik. Bu demakki, bizni O'zbekistonda o'zgarayotgan narsalarni buni bitta biz emas, bizni aholi, bizni xalqimiz emas. Buni butun dunyoda kuzatib turishdi. Mana hozir aytib o'tdilar, ta'lim, meditsina, mahalla, boshqaligi chegara, harbiy hamma tizimni birdek olib ketyaptilar. Bironta tizim orqada qolib ketgani yo'q. Buning uchun bilasizmi, qancha kuch kerak, qancha mablag', qancha bu narsani biz yosh davlat bo'la turib shu narsani qilayotganimizga bizga butun dunyo oddiy aytganda qo'lini ko'taryapti. Buni Amerika ham va boshqa davlatlar ham tushunib yetyapti. Biz bilan hisoblashyapti. Bizda bunaqa yirik qolgan davlatlarga o'xshab atom bombalarimiz yo'q, bir kuchli qurol yaroqli bir emasmiz.
bir shundoq bir haligi nima deydi davlatlar borki, masalan o'sha Misr davlatlarida Panama o'sha dengizi bor, buni agar yopib qo'ysa, ulardan tili qisiq joyi bor boshqa. Bizdan hech kim hech qanaqa tili qisiq joyi yo'q. Lekin biz bilan hisoblashyapti. Hamma biz bilan mas'ul. Bu nimani evazi? Mana shu olib borayotgan siyosatni to'g'riligi, to'g'ri yo'nalayotgani. Mana men yaqin 10 yil, 20 yil, 15 yil oldin eshitardik ta'lim tizimi Finlandiya tizimi yoki bo'lmasam Singapur tizimi. Xudo xolasa men ishonaman, butun dunyoda O'zbekiston tizimi degan narsani O'zbekiston yo'nalishida o'rganishadi hali. Albatta, nasib. Negaki biz buyuk yurt avlodlarining farzandlarimiz. Nega 1000 yillab oldin shunda buyuk Navoiy, Beruniy shunaqa bir buyuk odamlar chiqqanki, endi chiqmayapti. Mana endi chiqyapti. Chunki ta'limga, xalqqa, aholiga e'tibor bo'ldimi, bu narsa bo'ladi. Tushunarli. O'zbekiston G'azo masalasi bo'yicha bir qator hozirgi kungacha o'sha namuna oladigan darajada bir tizimni ham ko'rsatib qo'ydi. Qaysidir ma'noda o'sha G'azodan 100 nafar falastinliklarni olib kelib O'zbekistonda bugungi kunda ularni qayta o'sha hayotga bo'lgan qiziqishlar, o'sha uy joy bilan ta'minlash, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish bo'yicha tizimni ham yaratdi va endigi mana shu Tinchlik kengashi davlat rahbarlari sammiti doirasida O'zbekiston qanaqa tashabbuslarni ilgari surdi? Yana qo'shimcha ravishda. Marhamat. Mana shu o'zimizni Yangiyo'l tumaniga ham bunaqa G'azodan fuqarolar olib kelindi, alohida e'tibor berildi. Endi bilasizmi, biz har doim insonparvar bo'lganmiz. Negaki buni yaqin tarixga olaylik, ya'ni o'sha endi yaqin emas, o'rta o'sha Ulug' Vatan urush paytida. Mana kinolar, ommaviy tarmoqlarda ham ko'ryapsizlar, qancha bolalarni rus, qozoq, nemis, har xil millatidan qat'iy nazar qanchasini biz o'zimizni bag'rimizga olganmiz. Millat o'zgarmagan. Mana shuncha yil o'tsa ham yana biz ana shularni qabul qildik. Ana shularga o'zimizni mehribonligimizni ko'rsatdik. Qo'pol ketganda hech kim kamayib qolgani yo'q. Aksincha shu davlatimizni o'zini o'rnini ko'rsatmoqda. Biz qanday millatmiz? Biz qanday davlatmiz? Hamma ham qo'li ochiq insonni yaxshi ko'radi. Albatta O'zbekiston juda ko'p sohalarda haqiqatan ham oxirgi qisqa vaqtlar ichida namuna yarata oldi, juda ko'p tizimlarda. Mana shu namunalardan biri bugungi kunda mahalla ishlash tizimi, mahalla yettiligi tizimi, hattoki ba'zi bir xalqaro nashrlar xabarlarida ham eshitdik. O'zbekiston mana shu tizim, mahalla tizimi, O'zbekistonda yaratilgan mahalla tizimi Birlashgan Millatlar tomonidan ham e'tirof etilgani. Bu juda katta narsa va bugun bu tizim qanday ishlayapti? Asosiy mavzuga yo'nalsak va mahalla tizimi atrofidagi masalalar, aholini joylarda ish bilan ta'minlash masalalari bugun asosiy diqqat markazimizda bo'ladi. Dastlab O'zbekistonda mahalla tizimini shakllantirishni fundamental asoslari qachon qo'yila boshlandi va bugungi holati qanday? Marhamat. Shu o'rinda alohida aytish kerak, mana yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bizni mamlakatimiz yagona bir g'oya asosida davlat siyosatimizni ham, iqtisodiyotimizni ham olib boryapmiz. Ya'ni u har bir inson qadri uchun degan ezgu g'oya bilan ishlayapmiz. Bugungi kunda har bir davlat xizmatchisi, har bir vazirlik, idora, muassasalar xodimlari, har bir mas'ul yurtboshimiz qo'yayotgan asosiy mana shu davlatimiz insonni qadri uchun har bitta individual yondashib, insonga har tomonlama uni moddiy, ma'naviy hamma sharoitlarni bir paytda yaratib berish lozimligini maqsad qilib berganlar. Biz ham mana shu ezgu g'oya asosida ishlayapmiz. Dastlab inson o'zi yashayotgan, o'zi istiqomat qilayotgan uydan baribir ostona xatlab eng birinchi o'sha o'zini mahallasiga boradi. Oldin mahalla bitta rais bilan, bitta kotibasidan iborat bo'lgan bo'lsa, bugun prezidentimiz tashabbuslari bilan mahalla bugun yettilik a'zolari bilan ishlab kelmoqda. Ya'ni u turli xil sohalardan, xotin-qizlar tizimidan xotin-qizlar faoli, ijtimoiy yordamlar ko'rsatish bo'yicha ijtimoiy himoya agentligidan xodim bilan, hattoki bugungi kunda har bir ayolda yoki har bir shaxsni tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib o'zini o'zi band qilishi uchun soliq inspektorlari, hokim yordamchilari, shu bilan birga bizni xavfsiz muhitimizni yaratayotgan ichki ishlar profilaktika inspektorlari va yoshlar bilan alohida ishlash uchun yoshlar yetakchisi va bularni boshini bir qilib ularga ishini muvofiqlashtirib yagona yo'l yo'riqni o'zini hududida ko'rsatuvchi bu mahalla raislari boshchiligidagi mahalla yettiligi bugungi kundagi aholini dardu hasratini tinglash, ularni xonadonma-xonadon, uyma-uy kirib, har biri uchun individual dasturlar ishlab chiqib, ularni muammolarini
tizimli hal qilish choralari mana shu mahalla yettiligining bir nima deydi asosiy funksiyasi bo'lib qoldi va shu bilan biz davlat idoralari ham davlat xizmatchilari ham barcha vazirlik idora mas'ullari ham faqatgina shu mahalla yettiligi bilan har bir ishimizni bobasida olib boryapmiz. Marhamat, bugungi kunda O'zbekistonda mahallalardagi oladigan bo'lsak, nafaqat mahalla, butun respublikamiz bo'ylab ijtimoiy himoya dasturlari bugun qanday yo'lga qo'yilgan? Va bular natijasi marhamat. Dasturlari hozirgi kunda o'sha kambag'al oilalar, reyestrdagi fuqarolar bilan individual shug'ullanilyapti. Mahalladagi hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim va boshqa mahalla yettiligi bilan birgalikda. Bu yo'nalishlar bo'yicha ijtimoiy xodim ijtimoiy masalalar bo'yicha ko'mak bersa, hokim yordamchisi uni bandligini ta'minlash, agar tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagi bo'lsa, uni tadbirkorlikka yo'naltirish va uni daromadini oshirish bo'yicha juda ko'pgina ishlar olib borilyapti. Bularga misol qilib aytadigan bo'lsak, prezidentimiz tomonidan shunday sharoitlar yaratib berilganki, har bir oila tadbirkor dasturi asosida 33 million so'mgacha 17,5% kredit berilar edi. Hozir bu yilda har bir oila tadbirkor dasturi asosidagi 33 millionlik kreditimizni 50 milliongacha. Bu degani fuqarolarni yana ham tadbirkorligini kengaytirish bo'yicha juda katta yo'l ochildi desak bo'ladi. Bundan tashqari mahallalarga banklar biriktirib berildi. Bank agentlari, bank xodimlari berildi. Yangicha tizim, yangicha yondashuv. Yangicha tizim va yangicha yondashuv. Bu tizim tobora kengayib boryapti va o'z samarasini ko'rsatyapti. Ijtimoiy xizmatlar ko'rinishida yana nimalarni misol qilsak bo'ladi? Yana bitta narsani qo'shimcha qilamiz. Bugungi kunda umuman mahalladagi fuqarolarga, aholiga yordam qilish uchun bizning mamlakatimizdagi ijtimoiy daftarlarning yuritilishi. Har bitta masalan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun yoshlar daftari, 30 yoshdan yuqori bo'lgan xotin-qizlar uchun ayollar daftari orqali ham ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilib kelinmoqda. Birgina ayollar daftari orqali bugungi kunda 7-bosqichda hozir olib boryapmiz. Biz Xotin-qizlar qo'mitasi vakillari va mahalla yettiligi bilan birgalikda 5 millionga yaqin ayollarimiz mana shu 6 ta bosqich davomida bugun ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilib, ular bugungi kunda doimiy daromad manbaiga ega bo'lib, o'zini iqtisodiy faol ayol sifatida jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Biz ayollar daftari orqali uy-joy sharoitini yaxshilashda, ularga huquqiy va tibbiy psixologik yordamlar ko'rsatishda va asosan ularni mahalla yettiligi bilan ish bilan band qilish, tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun ayollarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishda yordam berib kelmoqdamiz. mahalla yettiligi faqatgina reyestrdagi oila yoki kambag'al oilalar bilan emas, balki mahalladagi ishsiz fuqarolar, ishsiz xotin-qizlar, bular ta'kidlab o'tgandek, ishsiz yoshlarimiz bor. Biz ishni shunday boshlayapmizki, maktab bitiruvchilaridan boshlayapmiz. Qanday bo'ladi? Maktab bitiruvchilarini ro'yxatini tuzib, ularni o'qishga yoki ishga yo'naltirish bo'yicha dastlabki qadamlarni qo'yamiz va mahalladagi ishsiz yoshlar, ishsiz fuqarolar yokida ishsiz xotin-qizlarni bandligini ta'minlash uchun juda ko'p ishlar olib borilyapti. Bularga misol qilib aytadigan bo'lsak, shunday oilalarimiz bor, ishlashga, tashqari ko'chaga chiqib ishlashga sharoiti yo'q. Misol uchun bola parvarishda bo'lishi mumkin yokida sharoit bo'lmasligi mumkin ko'chaga chiqib ishlashga. Biz shunday yo'l tutyaptikki, mahalla drayveri, ya'ni mahallani ixtisoslashuvidan kelib chiqib, misol uchun mana tikuvchilik. Men o'zim ishlayotgan hududda tikuvchilik rivojlangan, kasanachilik. O'sha tikuv sexlari, korxonalar bilan kelishib, kooperativ ravishda o'sha fuqarolarni asosan bandlik tomonidan o'qitilyapti, bepulga o'qitib, ularga sertifikat berib va ularga subsidiya, suda, imtiyozli kreditlarga o'sha tikuv mashinalari olib berib, fuqaroni uyda o'tirgan holida ishlashiga sharoit qilib berilyapti. Ya'ni qanday? O'sha korxonalar bilan kelishib, shartnoma qilib, korxona fuqaroga tovar yetkazib beradi. Fuqaro uyda o'tirgan holida o'sha farzandlarini, oila a'zolarini oldida bo'sh vaqtida o'sha ish bilan shug'ullanib, oilasiga qo'shimcha daromad olib kelyapti. To'g'ri aytishyapti. Hozir menda mahalla rekonstruksiya bo'ldi, tubdan o'zgardi. Mahalla instituti bo'ldi bizda hozir, yettilik bo'ldi. Bu yerda bitta narsani ko'zlayotib, mana hozir aytamiz, kambag'allikni qisqartirish, ishsizlik, ish o'rin yaratish. Bu hammasi boqimandalik chiqarish. Nimaga desa, ijtimoiy reyestrga borib oldingi birinchi yilda qanaqa bo'ldi? Kiraverdi, hamma kiraverdi. Qarab borib qarasangiz, o'sha yerda haligi
uyga kirsangiz uyda zo'r mashina turibdi, lekin o'zini nomida emas, pulni olverdi. Mana shu bo'yicha hozir yangi qonunlar chiqdi, ijtimoiy bo'lim bo'yicha, ijtimoiy anaqa bo'yicha insonni. Hozirgi kunda 7 lik a'zosi borib uyini tekshirib, qarori 7 lik chiqaradigan bo'ldi. Har qayerda bersa bo'ladimi, bersa bo'lmaydi. Nimaga birinchi chiqarganda bu hamma biladi. Birinchi chiqarganda dokument to'g'ri, uchastkasi bor, lekin o'zini nomida emas. Ular o'zi onlayn topshiryapti, ularga pul chiqyapti. Lekin bu yerda bitta haligi anaqani ko'rsangiz, kimdir pul beraman, sen o'zing nomingga mashina olgin desa, u olib qo'ygan, uning nomida mashina chiqyapti, unga rad javob kelyapti. Mana shu narsalar bo'yicha aslida biz ishlayotgan hozirgi ijtimoiy reyestr o'sha aniq bo'yicha ishlayotganimiz shu narsaga ketyapti. Aniqlab, shuni aniqlaganimiz o'zida hozir bizani o'zimiz mahallada olsak, ishsizlar soni kamayib, kambag'allik anaqasi sirasi qisqardi. Har qayerda muhtojlar qoldi. Mana bu har qayerda 7 lik ishi, bu yerda ijtimoiy xodim bor, hokim yordamchisi bor, birgalikda ishlab ko'tarib chiqarib berish. Mana bu yerda aytyapsiz, anchagina kambag'allik darajasi tushdi deyapsiz, lekin 2025-yil yakunlaridagi rasmiy statistikalarga ko'ra respublikamiz bo'yicha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar 77% talab darajasida emas yoki bo'lmasam 77% mahallalarda ishsizlik darajasi hamon yuqori. Muammo nimada? Mana hozir to'g'ri aytishyapti bu narsani. Mana hozir mahalla tizimi ham o'zi yangi tizim. Bu narsa qanday yaraldi 7 lik? Buni ana shu o'rganishlar, shu aholining murojaatiga qarab boshida 5 lik yaraldi, keyin yana soliqchini qo'shildi, ijtimoiy xodim qo'shildi. Bu nimaga? Aholining ehtiyojiga qarab qilinyapti. Bu yangi tizim. Ya'ni hattoki mahalla tizimi ham 2022-yil bo'ladigan bo'lsa 4 yillik tizim. Ijtimoiy mana endi 1 yildan sal oshdi. Bu tizimda to'g'ri xatoliklar bor edi o'tgan yil. Mana bu yil yana yangi qaror chiqdi, ya'ni o'sha kambag'allik holatini ikkiga bo'lishdi. Ya'ni o'sha ilgari biz qizil toifa derdik, hozir o'sha davlat qaramog'idagi kambag'al oila va kambag'al chegarasidagi. O'sha kambag'al chegarasidagi shu u 669 ming sal ko'proq topadi, lekin chegarasi. U ham nazarda tutildi. Endi to'g'ri, hozir boqimandalik deb aytdilar. Mana shu joyga e'tibor beraylik. Kambag'al ham 2 xil, 3 xil toifaga bo'lingan-da. Asosiysi ishlash xohishi yo'g'i bor. Nogiron bo'lsa ham ishlash istagi bor. Ana shu narsaga biz to'g'ri tushunaylik. Shunda oilalar borki, to'rtmurchasi sog', lekin ishlash xohlamaydi. Ana u boqimanda. Ana eng muammolisi shu. U ijtimoiy xodimga ham muammo olib keladi, hokim yordamchisiga ham muammo olib keladi, xotin-qiz, hamma xodimga muammo olib keladi. Ana o'sha, murojaat ham qiladi. To'pat, ana o'shalarning dastidan bizda 77%imiz o'zgarmayapti. Nega? Ular yillar davomida o'sha bu narsani o'sha koronavirus paytidagi anaqa bo'ldi-ku, aholiga ko'p e'tibor berildi, boshqa qilindi. O'sha paytda qon-qonga singib qolgan xonadonlar bor. Ya'ni ishlamasak ham pul beradi degan. Ana shularni hozir tortib olib chiqish. Ya'ni ishla. Senga masalan biz boshida hokim yordamchisi tomonidan pul berildi, endi yo'q. Pul emas. O'sha ijtimoiy xodim boryapti, so'rovnoma o'tkazyapti, arizasini qabul qilyapti, so'rovnoma o'tkazyapti, hokim yordamchi, mahalla xodimlari boryapti. Nimaga? Oyog'ing og'riydimi? Ko'zing ko'rmaydimi? Nimaga qodirsan? Oyog'ing og'riydimi? O'tirib chevarchiligingni qil. Ana shu hozir hokim yordamchisi tomonidan aytgandek kasanachilik. Bu juda katta narsa. Ya'ni bolasi 3 yoshga to'lmagan bog'chaga bera olmaydi. Ham bolasiga, ham uy ro'zg'origa qarash kerak. Turmush o'rtog'i ishda, kechqurun kelishiga ro'zg'orini qilish kerak. Unga qanday? Kasanachilik. Ya'ni mana o'sha chexol tikish, ro'mollar tikish, juda ko'p tekstillar bilan hozir o'sha hokim kambag'allikni qisqartirish bilan bir hamkorlikda qilingan narsa imtiyozli kreditni beryapti. Nima? Tikuv mashinani olib kelib beryapti. O'sha tekstilni biriktiryapti. Bunga mahsulotni beryapti. Bu uyda o'tirib ham bolasiga qarayapti, ham tikyapti. Kechqurun oilasi kelganicha issiq osh-ovqatini ham qilib qo'yapti. Bu degani oila ham tinch, ham qo'shimcha daromad. To'g'ri aytyaptilar hammasini. Har qayerda ishlamaydiganlar bor-da. Men aytaman, biz endi ko'p suhbat o'tkazamiz, mahallani ichida yuramiz, xalq ichida. Toshkentda ish topmasdan bo'lmaydi. Toshkentda ish topadi. Ishlayman degan har qayerda ishtiyoqi bor, shu ish topib beringlar menga degan odam ish bilan ta'minlasa bo'ladi. Masala jiddiy va bizda bu bo'yicha video rolik bor. Videodan so'ng suhbatga qaytamiz. Marhamat. Dadang bilan gaplashdim. Ishlari yurishib ketsa, seni
istirohat bog'iga aylangani olib boradi. Ko'p o'zing xohlagan narsalaringni olib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Biz mahalladan keldik. Men mahalla raisiman. Bu yoq ijtimoiy xodim mahalladagi. Assalomu alaykum. Sizlarni yashash xonadonlaringizga kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bo'yicha oilaviy ahvollaringizni o'rganishga keldik. Yaxshi, rahmat. Kiringizlar. Xorijdan kelibsiz. Oilaviy sharoitingiz qanday? Bu yoqqa nima qilmoqchisiz? Oilani daromad qayerdan keladi? Qayerdan? Hozirda ishsizman. Xorijda ham ishimiz boshlamadi. Hozir ahvolimiz og'ir. Endi qanday oila boqishni ham o'ylab turibman, rais bova. Opa, sizlarni xonadonlaringizni o'rganishga keldik. Case management asosida mahalla yettilligi bilan hamkorlikda sizlarga qonun doirasida davlat tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarni sifatli va kafolatlangan tarzda ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizni muammolaringiz nimada, opa? Mening hozirgi kunda muammolarim, turmush o'rtog'im yaqinda xorijdan qaytdi. Ishsiz hozirgi kunda. O'zim ham ishsizman. Farzandlarimni to'garaklarga qo'yish uchun imkoniyatim yetmay turibdi. 2 nafar farzandimni maktabgacha ta'limga bog'chaga joylashim kerak, lekin imkoniyatim yetmay turibdi. Opa, katta farzandingizni maktabda o'zining qiziqqan fani bo'yicha to'garakka joylashtirsak, kichkina farzandlaringizni imtiyozli ravishda maktabgacha ta'lim muassasasiga joylashtirsak, xo'p, turmush o'rtog'ingiz bilan o'zingizni bandligingizni qilsak, o'zingiz yana nimalarga qiziqasiz? Endi o'zimning qiziqishlarim shu parrandachilik yo'nalishiga qiziqaman. Chunki hozirgi yashab turgan sharoitimizda ham sharoitlar bor tovuq boqishga. Biron bir tovuq olib bersalaringiz, tuxumlaridan, mana go'shtini, o'zim ro'zg'orimdan ortganini mahallada do'konlarga topshiraman. Mana qo'shnilarga sotaman tuxumlarini. Yaxshi bo'lar edi. Ishimizni rivoj bersin. Qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Rahmat sizlarga. Mana turmush o'rtog'imning bandligi ta'minlandi. Parrandachilik orqasidan oilamizga daromad kiryapti. Bolalarim to'garaklarga jalb qilindi. Rahmat sizlarga. Mana shu videodan ko'rib o'zim ham bu narsa haqiqatan tanish holat. Biz qanday yo'l tutdik? Kreditni kattasi emas, maydasi. Ya'ni hozir bir fuqaroga 50 million bersang, uni u yangi odam, u sohani tushunmaydi, birdaniga tadbirkor bo'lib keta olmaydi. Biz 5 milliondan boshlaganmiz. Bundan 3 yil oldin o'sha startap degan bo'lardi. 5 milliondan boshladik, ya'ni o'sha parrandadan. Shu hozir parrandadan boshladi, o'sha mana hozir ham kurka, ya'ni o'sha o'zimizni eski faqat yangi zamonaviy o'sha Big 6 degan turdan olib kelib, bir dona kurkangiz 20 kilo go'sht beryapti 5 oyda. Ana shuni tadbiq qildik. Undan tashqari o'sha parranda bilan boshlaganda hozir bular chorvaga o'tdi. Hozir hattoki chorvaga o'tib, chorvani yem mahsulotlarini ham o'zimiz aholining o'zi ishlab chiqaryapti. Bu nimaniga? Ozgina qo'lladik, aholining o'zining mehnati. Prezidentimiz xotin-qizlarga bir necha imtiyozlar berib kelmoqdalar. Imtiyozlardan biri xotin-qizlarni kasb hunariga o'qitish, ularning bandligini ta'minlash bo'yicha bizning tashkilotimiz asosan Xotin-qizlar qo'mitasi ham, Toshkent shahar xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash markazi, mono markazlar ham hozirgi kunda xotin-qizlarga bepul o'quv kurslarini tashkillashtirilgan, tadbirkorlikka yo'naltirish, kasanachilikka yo'naltirish, tikuvchilik yo'nalishlari bo'yicha asosan ish olib bormoqdamiz. Ularni savodxonligini, moliyaviy savodxonligini oshirib, hozirgi kunda o'sha noldan boshlagan ayollarimizni mahsulotini Yevropa davlatlariga olib kirdik. Mana kuni kecha Fransiya davlatida 2-milliy savdo uyimiz ochildi. Mana shu bandligi ta'minlangan, o'sha ishsiz bo'lgan, birinchi ishsiz bo'lgan ayollar hamda ularning bandligini ta'minlab, ularning mahsulotini o'zimiz o'sha Fransiya davlatiga olib kirdik, mahsulotlarni sotuvini yo'lga qo'yish maqsadida. Qancha tadbirkor ayolingiz bor hozir o'zingiz? Hozirgi kunda 2000 dan ziyod tadbirkor ayollarimiz bor. 2000 dan ziyod Toshkent shahrining o'zida. Toshkent shahrining o'zida 2000 dan ziyod tadbirkor ayollarimiz bor. Biz hozir viloyatlarda
buxoroda ham qamrab olyapmiz. O'zimiz Buxoro, Samarqand, Navoiy viloyatlariga borib o'sha qiynalgan og'ir ahvoldagi ayollarni o'sha kasanachilik mahsulotlarini olib ularni Yevropa davlatlariga mahsulotlarni olib kirmoqdamiz. Bunda muhtaram prezidentimiz tomonidan o'sha grant Oliy Majlis jamoat fondining grant loyihalari asosida ish olib bormoqdamiz. Bu yerda ayollarimizni mahsulotlari Yevropa davlatlariga kirganda oilaviy moliyasi yaxshilanishi hamda ularning mahsulotlari yanada o'zlariga kuch, yanada quvvat, o'zlariga yana o'sha ko'rgan mahsulotlari ustida yana ish olib borib, men bunaqa narsa yasasam yana yaxshiroq ketadi. Keling, sizga bunaqa narsani yasashdan qilib beray deb o'zlari taklif bilan chiqishyapti. Yana biz hozir onlayn platforma asosida ham ishlab olib bormoqdamiz. Angliyaning hozir antik platformasini ishga tushirdik. Bunda ham o'zimizning milliyligimizni o'sha 29 ta davlatga kiritish uchun o'sha imенно kasanachilik mahsulotlarini kiritdik. Hozirgi kunda o'sha chekka hududdagi hunarmand hamda tekstil yo'nalishdagi tadbirkorlarimiz ham to'g'ridan-to'g'ri platformaga joylashtirilib, mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri sotuv yo'lga qo'yildi. Hozir rolikni ham ko'rdim, hamkasblarni gapirayotgan gaplarni ham eshitdim. Men o'zim mahallaga bundan bir qancha yil oldin ishga kelganimda o'zim oldimga bir vazifa qo'yib olganman-da. Mahallada men bugun ishlayapmanmi? Kimdir mendan manfaat topsin. Manfaat topib qonimni so'rmasin. U manfaat topib yana kimgadir manfaat bersin. Eskilarning bir gapi bor. Och odamga baliq bersang, u muttaham bo'lib qoladi, hali boqaman deb bo'lib qoladi. Qarmoq bersang tutishni o'rganadi degan. Hozir rolikda ham ko'rdik, tovuq olib kelib berganini, tovuqni tuxumga kirishini qancha kutish kerakligini men yaxshi bilaman. Hozir bizning mahallamizda xorijga ketganlar yo'q desam, u yolg'on bo'ladi. Bor. Green cardni yutib ketganlar bor. Green cardni yutib ketganlardan boshqa bir ikkita borganlari, hali aytganda qaytib kelganlari, mahallaga borib ishi o'xshab ketganlari bo'ldi, bo'lmaganlari bo'ldi, qaytib kelib, endi nima qilaman deb maslahatlar so'rganlari bo'ldi. Shuna maslahat so'rganlariga bizning mahallamiz, driverlarimiz ishlab chiqarish o'zi aslida. Hali aytganlaridek kasanachilikni rivojlantirish, uy bekalariga hali konfetlar o'ratish, kimdandir ishlik qilishlar. Agar mabodo bizning mahallamizga kelib, bugun agar bittasi kelib, men ishlash xohlayman desa, javob beraman. 1 soatga qolmasdan ishni joylab qo'yaman. Nimaga joylab qo'yaman degan, mahallamiz hududi aksar ishlab chiqaradigan tashkilotlar. Albatta u odamga ish bo'ladi. Faqat inson o'zi ishlashni xohlashi kerak. Boqimanda yoki bo'lmasam hali bir ishga olib borib qo'ysangiz tortib keta olmaydigan bir odamga ishini olib borib tavsiya qilsangiz, o'sha odamdan u ham bir manfaat topish kerak. Baribir natija kerak. Natija kerak. U yotib olib, osmonga qarayotgan bilan hali ish beruvchi ham hadi urmaydi unga. Shuning uchun uni uyida obdan tayyorlab, mana ko'pincha eshitgansizlar, yurt ravnaq uchun nima qilding degan gapni hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Shunday. O'g'il qizingni ertangi kuni uchun, ertaga o'zing farovon yashash uchun bugun nima qilyapsan degan savolni men beraman, albatta shu odamlarga beraman. Shu odamlarga bergandan keyin hali o'ylanib qoladi-da. Ya, meni bola-chaqam bu psixolog bo'lish kerak o'zi asli, mahalla raisi ham. Albatta, har bitta xonadonni bilish kirolash kerak, boshqa qilish kerak. O'ymay yurganingizda boshqangiz 7 yil va biz 7 yil hamma xulosani 7 yil yig'ib keladi. Yig'ib kelgandan keyin aynan oxirgi knopkani, shuni knopka deb aytaylik, oxirgi so'zni mahalla raisi aytadi. To'xta, qani shuni chaqir, bu yoqqa kelsin. Nima u xohlayapti? Maqsadi nima? Kelgusida bola chaqasini qanday uy-ro'zg'orini terayotmoqchi, bola chaqasini qanday boqmoqchi degan savollar meni qiynaydi. Men shuni qiynagandan keyin albatta shular bilan bir oldin o'zim suhbatdan o'tkazmasdan turib xulosa qabul qilmayman. Bilasizmi, men bir savolga javob topdim hozir siz fikrlaringizdan. Ya'ni nimaga aynan xalqaro minbarlarda bu tizim alohida e'tirof etildi? Chunki dunyoda men hali eshitmadim, biror bir davlat individual har bir fuqarosini bandligi bilan, individual har bir fuqarosini ishi bilan, uni kelajagi bilan, mehnat faoliyati, ro'zg'ori qanaqa, qancha daromad topyapti, bular bilan shug'ullangan biror bir davlat tajribasini hali eshitmaganmiz. Va bu narsa mahalla tizimini bir qaysidir ma'noda bir asosiy bir element desak bo'ladi, o'ziga xos qilib ta'minlab berayotgan. Yoshlar masalasiga to'xtalaylik, marhamat. Ijtimoiy reyestr 3 ta toifaga ajratiladi. Davlat ta'minotidagi oila, kambag'al oila, kambag'allik chegarasidagi oila. Ularni qanaqa aniqlab olamiz deyishingiz mumkin. Mahalla raisimiz ham aytdi, oldin to'g'ri xat hujjat bilan kirib ketgan. Hozir inson omil aralashmaydi. Sun'iy intellekt, ya'ni elektronli bo'lgan minimal iste'mol xarajatlari degan tushuncha bor o'zimizda. Hozirgi kunda yurtimizda 669 ming oila jon boshiga to'g'ri keladigan daromad minimal iste'mol xarajatlaridan oshmaydigan bo'lsa, ijtimoiy reyestrga to'g'ri keladi va
ijtimoiy reyestr o'z navbatida ikkiga ajratiladi. Agarda oilada nogironligi bo'lgan shaxslar yokida bolalikdan nogironligi bo'lgan bola yoki turmush o'rtog'i JMda, ya'ni jazoni ijro etish muassasasida bo'lsa yokida harbiy xizmatda bo'ladigan bo'lsa, bular davlat ta'minotidagi oila. To'g'ridan to'g'ri so'zsiz moddiy yordam berib boriladi. Ikkinchi toifamiz kambag'al oila. Qanaqa? Mehnatga layoqatli oila a'zolari bo'ladi. Unda norasmiy band yokida ishsiz bo'lishi mumkin. Unga ham shartli ravishda 6 oy davomida norasmiy bandligini ta'minlash va ishsiz oila a'zosini ishga kirishi sharti bilan 6 oy davomida moddiy yordam beriladi. Ular ham chetdan qolmaydi demoqchiman. Shu qarorda mahallaga bo'lgan ishonch yanada kuchaytirilganligini ko'rishimiz mumkin. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, minimal iste'mol xarajatlarining 2 baravarigacha bo'lgan oilalarni, og'ir toifadagi oilalar deymiz, kambag'allik chegarasidagi toifaga kiritib, ijtimoiy reyestrga kirish uchun mahalla yettiligiga vakolat berildi. Ya'ni reyestrni ham cheklab o'tadi. Albatta uni limiti bor. Har bitta mahallada oila sonidan kelib chiqib, uning 1%, misol uchun 2000 ta oila bo'ladigan bo'lsa, 20 tagacha bemalol kiritsa bo'ladi. Bitta narsa o'ylantiradi. Mana ko'pchilikka tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun imkoniyat beramiz, subsidiya, kredit, suvda beramiz, deyapmiz. Parrandachilik bilan shug'ullanish uchun, tikuvchilik bilan shug'ullanish uchun turli ashyoviy bir mahsulotlar beramiz, deyapmiz. Lekin hamma ham tug'ilib bir tadbirkor bo'lmagan, ularni qanaqadir bir o'qitish mexanizmi bormi, metodikasi bormi, ular eplab keta olmasligi mumkin, ular tadbirkorlik faoliyatini rasmiy xat hujjat yo'nalishida olib keta olmasligi mumkin, qanaqa soliq to'la, bular bo'yicha bormi qanaqadir bir tushuntirish mexanizmlari? Yo'q, moliyaviy savodxonligini oshirish. Moliyaviy savodxonligini oshirish uchun hozir o'sha ham deyarli tashkilotlarda o'sha o'quv kurslari, mana Oila va xotin-qizlar qo'mitasida ham, Savdo sanoat palatasida ham, bizlarda tashkilotlarda ham, Oliy Majlis jamoat fondining tashabbusida ham hozirgi kunda xotin-qizlar bepul o'qitilib, moliyaviy savodxonligi oshirilyapti. O'sha savodxonlikda ularning bosqichma-bosqich qanaqa darajada olib kelishlari, keyin kreditlar, imtiyozli kreditlar qancha muddatga imtiyozli davri beriladi. O'sha imtiyozli davrida o'zini mahsulotini bozorga olib kirish, uni sotuvni yo'lga qo'yish hamda offlaynni ham onlayn sotuvni rivojlantirish uchun o'quv kurslarimiz mavjud. Bularning hammasi bepul. O'sha kerak, mana qarang, bitta xotin-qizlar yo'nalishida aytadigan bo'lsak, aytyapmiz, mana hozirgi ayol, u uyda o'tiradi, hech narsani bir o'zi eplolmaydi. Shu uchun mahalladan kelib chiqib o'qitish uchun biz ro'yxat qilib olamizda, mahalla yettiligi bilan, xotin-qizlar faollari bilan ro'yxat qilib olgandan keyin o'qitishni noldan boshlab ularga tadbirkorlik faoliyati uchun biznes reja tayyorlash, ularning loyihasini, tashabbuskorligi, smeta natijadorligi hammasi noldan boshlab o'rganib, to tadbirkorlik faoliyatini boshlab, qo'liga daromad oladigan vaziyatgacha o'sha ayolga yordam beriladi. Mana shu tizim, o'qitish tizimi, ularning savodxonligini oshirish, bu jarayon tizimma-tizim mas'ullar bilan birga olib borilyapti. Hozirgi kunda to'g'ri aytyapsizlar, har qayerda bir odamga bersangiz, ish evlab ketadi. Lekin bittasiga bersangiz, unga 100 million kredit berib, 100 million so'm qo'lga berib qo'ysangiz, bir oy ikki oy ichida yeb ichib yuboradi. Bu narsa juda ko'p bo'lyapti, ko'rdik, bunaqa eshitdik ham. Bu yerda endi haligi nima deydi? Ustoz shogird degan narsa bor-da. Buni kirg'izish kerak. Hozir ko'ryapmiz, beryapmiz, bir narsani ishlab chiqargan bozorda konkurensiya juda katta. O'tga bir narsani olib kirib sotish juda qiyin. Shuning uchun baribir ustozni ko'rsak, har qayerda bir yordam beraman deb o'zidan bir haligi anaqa chiqmaganda, shunda ustoz shogird qilib biriktirib, shunga o'rgandi. Ana u amaliyotda o'rganib kirgandan keyin u bir qanaqadir ishga ega bo'ladi, ko'radi ko'zi bilan. Lekin uni hozir olib kelib, sen hozir tadbirkorsan, mana senga kredit yo'q, mana senga subsidiya yo'q, mana narsani olgin ishlatgansiz, u qayerdan ishlatadi, qaysi boshlash, mana mana shu narsasi qatga boray deydi birinchi. Qatga boray deydi. Xo'p, buni ishlab chiqarganini ham ko'rdik. O'zimiz mahallada ishlab chiqardi. Oxiri keyin biz hokim yordamchisi aytdik, borasan, Farhodga bizga yaqinroq bozorlar, Farhod bozor, o'sha yerda javob berasan, hokimga chiqib javob berasan, shu yerda sotsin, mayli arzonroq qilib bo'lsa. Lekin bu qiyin. O'shanda ham qiynalib endi sal yurishib ketdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, unaqa odamlarga bir qanaqadir mahallamizda o'zi yaxshi tadbirkorlar bor, yo bir hokimiyatdan tarafdan berilayotgan tadbirkorlar. Shularga bir qanaqa ustoz shogird qilib, sal yo'l yo'rg'ini o'rgatib, ko'rsatib, mana mana narsani qilsak, mana narsa kelib chiqadigan narsa ko'proq menimcha yordam bersa kerak deb o'ylayman. Albatta. Lider tadbirkor degan narsa bor. Bu bor narsa. Lider tadbirkor degan narsa bor. Ya'ni o'sha yangi boshlaydigan bu fuqaro uchun yangidir, lekin mana bu fuqaro yurg'izyaptimi, bunga biriktirib qo'yiladi. Lider tadbirkor degan bu tatbiq qilingan. Buni hokim yordamchilari ham, yoshlar yetakchilarida ham
bu narsa bor. Xotin qizlarda ham, ya'ni o'sha chevarchilik bo'yicha ham, kasanachilik bo'yicha ham o'sha yangi boshlayaptimi lider tadbirkor. Nafaqat u tadbirkor deganda keyin u faqat oldi sotdimi, u ishlab chiqaruvchimi, dehqonmi, u ham tadbirkor, yo tovuq boqib biznes qilyaptimi, u ham tadbirkor. Ana shunga biriktirish yo'li bilan buni ona shu o'rgatish. Xatosini o'zini xatosida o'rganmasin. Ana shu tadbirkorlar o'sha tovuq boqishda ham, mol boqishda ham unga qanaqa dori, qanaqa yem xashak, qanaqa ob-havo, shu qo'ziqorin o'stirishda ham mana biz o'tgan yili mana ancha yildan beri shu narsadan shug'ullanamiz, ko'katchilik. Juda katta eksportga erishdi. Nimaga? Ana shu bitta lider tadbirkor, lider dehqon boshladi, shuni orqasidan xalq ergashdi. Ya'ni farvater yo'l ochadi, orqasidan yuradi. Tushunarli, marhamat. Yangiyo'l tumanini yaxshi bilamiz, hozir ko'katchilik deganingizni bilamiz. Haqiqatda Yangiyo'l tumani, Chinoz tumanlari, Zangiotani bir ma'lum bir qismlari ko'katchiligiga juda ham katta e'tibor bergan. Bunda bittasini yetalib ketayotganiga men ishonaman. Rost, yolg'on emas, bu bor. Lekin bitta narsani o'ylab qaranglar. Bizning mahallamizda hozir sherigimizda aytayotganlaridek emas, hamkasbimiz aytgan gaplarni tasdig'ini aytaman. 10 ta bolaga bitta nuroniy biriktirish bo'ldi. Hammanglar bilasizlar bundan, hamma 10 ta bolaga bitta nuroniy biriktirdi. O'sha nuroniy o'zi biza nuroniyning hammasi, nuroniy deganda 60 dan oshgani hammasi nuroniy bo'lib qolavermaydi. Biron bir hayotiy tajribasiga ega. Mana shu teoriya bilan praktikani juda katta farqi bor. Erishgan odam. Juda ham katta farqi bor. Teoretik hamma narsani bilishi mumkin. Lekin praktik amaliyotda bir narsani biladigan odam bo'lsa, shu 10 ta bolaga bitta nuroniyni biriktirganingizda, qani nuroniy chaqirib bolam, sen endi katta bola bo'lib qolding. Had bunaqa serrab yururganing yaxshi emas, o'yinga ikkitani olib kelishing ham kerak payti bo'ldi. Endi ota-onang seni shuncha boqib katta qildi, endi sen ota-onangni boqadigan payting kelib qoldi deb tushuntirib bera oladigan, uyga daromad keltirishni tushuntira oladigan odamlarga biriktirilishning oqibatida ko'p biz yutuqlarga erishdik biz. Haqiqatda yaxshi bo'ldi. Ali maktabga bormaydigani maktabga bordi, ishga bormaydigani ishga bordi, daromad topmayotgani daromad topgan. Agar sagal chayqalib yurib qoladigan bo'lsa, "Menga qara, seni otang kelmaydi, bobang kelmaydi, seni bu yurishing nima?" deb izza ham qila oladik vaqti kelsa o'shalarning uchun bilan. Albatta. Ana o'shalarning orqasida ko'pchilik biz yana hayotga ochiq ko'z bilan, terin ko'z bilan qarab qiziqishini uyg'ota oldik. Men shuni taklif qilardim, hammanglar baliqchiga baliq emas, qarmoq beringlar. Tushunarli. Bitta narsani tan olish kerak, kambag'al oilaga yoki ishsiz aholiga faqatgina kredit berib, uni moliyaviy holatini oshirib bo'lmaydi. Ba'zi bir kambag'al oilalarga kredit yokida moliyaviy ko'mak berib, shu kredit olib berib, uni battar kambag'allikka tushirib qo'yishimiz mumkin. Bu bo'yicha hozir kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi bilan birgalikda shu hokim yordamchilari boya aytilgandek o'qishga yo'naltiriladi. O'sha qiziqishidan, kelib chiqishidan, hozir xotin qizlar aytgandek, o'sha yo'nalish bo'yicha kasanachilik yoki sartaroshlik yo'nalishlari va ko'pgina yo'nalishlar bo'yicha o'quv kurslari bor. Kambag'allik bo'limiga jo'natiladi. Ular bepul kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi o'qish xarajatlarini qoplab beradi. Fuqarolarni tadbirkorlik salohiyatini oshiriladi va undan keyin subsidiya, suda yokida kredit beriladi. Bitta narsani tushunish kerak, faqatgina kredit berib uni boya ta'kidlab o'tganimdek moliyaviy holatini ko'tarib bo'lmaydi. Unga bir qancha yo'nalishlarni qo'shish kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Faqatgina o'sha tikuvchilik bilan shug'ullanish mumkin yoki ishga joylashtirish mumkin. Bunga qo'shimcha qilib har bir xonadonda tomorqa bor. Tomorqasidan foydalanishni bilmaydigan fuqarolar ham bor. Tushunchasi yo'q. Bu bo'yicha ham ishlar olib boriladi. Ya'ni qanday? Mahalladagi lider tomorqachilar bor yokida fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaliklari bor. Ularni chaqirib bir oyda bir marta o'quv seminari qilib beriladi yoki borib tushuntirish ishlari olib boriladi. Tomorqachilik bo'yicha, o'sha ko'chatlar bo'yicha o'sha hokim yordamchisi subsidiyalar hozir mavjud. O'sha fuqarolarga tomorqada tushunchalar beriladi. Tomorqadan foydalanish ko'nikmasi va o'sha ko'chatlar uchun subsidiyalar beriladi. U ham qo'shimcha daromad hisoblanadi. Aytmoqchimanki, faqatgina o'sha kredit yoki ishga joylashtirish bilan to'xtab qolish kerak emas. Tushunarli. Mana shunday misollardan birini Sergelida ko'ramiz video rolikimiz orqali. Marhamat. Sergeli tumanida barcha sohalar kabi ijtimoiy himoya tizimida ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Buni birgina Inson ijtimoiy xizmatlar markazi faoliyati misolida ham ko'rishimiz mumkin.
markazimizda 110 dan ortiq ijtimoiy xizmat va yordam turlari bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Buni asosan bu juda katta fuqarolarimizga qulaylik yaratdi. Jumladan 2025-yilda Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan 26682 ta ariza qabul qilingan bo'lib, shundan 20198 nafar, ya'ni 75%ga ya'ni xizmat ko'rsatildi. Bu nimadan dalolat beradi? Hozirgi kunda aynan ijtimoiy xizmat va yordamlarga bo'lgan ehtiyoj, fuqarolarimiz bitta markazga kelib barcha o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha ehtiyojlarini qondirmoqda hamda hozirgi kunda yurtimizda yaratilgan ijtimoiy himoya tizimidan juda ham minnatdorchiligini bildirishmoqda. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi 2025-yil davomida 1673 ta case management usulida fuqarolarning murojaatlari olingan bo'lsa, shundan 1532 ta caselar ijobiy hal etilgan. Fuqarolar tomonidan kelib tushgan arizalar soni 26354 tani tashkil etgan. Undan 22127 ta arizalarga xizmat ko'rsatildi. Markazimizda 5 ta sho'badan iborat bo'lib, bular o'z yo'nalishi bo'yicha faoliyat yuritmoqda. Jumladan eng katta bizning sho'bamiz bu mahallada ijtimoiy xizmat tashkil qilish sho'bamiz bo'lib, bu tumanimizda mavjud 46 ta mahallada barcha ijtimoiy xodimlar tomonidan olib borilayotgan ishlar monitoring qilib boriladi. Ijtimoiy adolat prinsiplari asosida og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan aholini qo'llab-quvvatlash, ehtiyojini qondirgan holatda bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashmoqda. Tumanimizda mavjud 46 ta ijtimoiy xodimlar tomonidan case management asosida o'sha aniqlangan og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilani aniqlab, uni o'sha ijtimoiylashishigacha bo'lgan jarayon bizlarda monitoring qilib boriladi. Ya'ni o'sha shaxs og'ir ijtimoiy vaziyatga tushdimi, u o'rganiladi hamda qanday unga ehtiyoj bor, hozirgi kunda uni ehtiyojini qondirish bo'yicha o'sha tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda talabnoma shakllantirilib, o'sha fuqaroni og'ir vaziyatdan chiqarib hamda jamiyatda ijtimoiylashishni ta'minlash bo'yicha ishlar tashkil qilinmoqda. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan bironta maktabda, bog'chamizda yordam kerak bo'lsa, bular tomonidan bizga yordam berilmoqda. Hozirda biz bulardan juda mamnunmiz. Bironta masalalarimiz bo'lsa, yechim berishmoqda. 2030-yilgacha aholini mutlaq kambag'alligiga barham berish va ish bilan ta'minlash masalasi bugun qanchalik haqiqatga real prognoz va maqsad deya olamiz? Marhamat. Hozir ko'pchilik bandlik to'g'risida ko'p gaplashdik. Misol uchun mahallada, ya'ni ijtimoiy tizimni ham oydinlik kiritadigan bo'lsam, mehnatga layoqatsiz bo'lgan fuqarolar ham bor, a'zolar ham bor. Misol uchun bizning ijtimoiy himoya milliy agentligi ana shu fuqarolar bilan ham chuqur kompleks ravishda yondashib ishlaydi. Ya'ni o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan, nogironlik bo'lgan shaxslar bor. Yoki bo'lmasa mehnatga layoqatli bo'lib turib, oila a'zolarining ichida mehnatga layoqatsiz, nogironlik bo'lgan shaxslar bor. Ularga qarashga majbur. Ya'ni unga ish ham taklif qilganingiz bilan ishlay olmaydi, chunki oila a'zosiga qarash kerak. Ijtimoiy himoya milliy agentligida bizda shu faol hayotga qadam dasturimiz bor. Ushbu dastur doirasida ana shu o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan, nogironligi bo'lgan shaxsga qarab turuvchi hamda ana shu nogironlik bo'lgan shaxsning o'ziga ham nafaqalar joriy etilgan. Ya'ni qarab turuvchi shaxsga ham qarab turish bo'yicha nafaqa joriy qilinadi. Nafaqa oluvchi ana shu nogironlik bo'lgan shaxsga ham hamda qarab turuvchini o'sha shaxsga qarab turuvchi sifatida band qilinadi hamda mehnat staji ham yoziladi unga. Ana shu pensiyaga chiqayotganda mehnat staji hisoblanadi. Barchasi rasmiy ravishda platformamiz orqali, arizalar orqali amalga oshiriladi. Keyin misol uchun yoshlarimiz masalasiga keladigan bo'lsak, hamma xizmatlar, yoshlar daftari, ayollar daftari xizmatlar hozir yagona ijtimoiy reyestr orqali amalga oshirilyapti. O'sha reyestrda turgan oilalar yoki ularning a'zolariga ko'rsatilyapti. Ya'ni biror bir yosh oilani misol tariqasida oladigan bo'lsak, o'qishda o'qiydi, kontraktda, kunduzgi ta'limda o'qiydi, lekin sharoiti yo'q uni ishlashga. Kunduzgi ta'limdagilarga ishlash imkoniyati yo'q. Ya'ni farzandlari bor, yosh oila, misol uchun farzandiga qarash, ularning tirikchiligi bilan shug'ullanish kerak, o'qish kerak, kontrakt to'lash kerak. Ushbu masalalarda misol uchun ijtimoiy reyestr juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni ijtimoiy xodim tomonidan o'rganiladi, sharoitdan kelib chiqib kompleks ravishda yondashilgan holda uni, ya'ni kontrakt miqdorini yoshlar daftarida bor, yoshlar kontraktlarni to'lash bo'yicha. Ya'ni ijtimoiy reyestrga kiritgan holda albatta bizda bir necha bosqichli skoringlar bor, baholash mezonlari bor. Mezonlardan o'tgan holda ijtimoiy reyestrga kiritiladi hamda individual reja asosida yoshlar yetakchilariga yo'naltiriladi. Ya'ni yoshlar daftariga. Tushunarli. 2026-yilda o'zida mana kuni kecha rasmiy xabarlar chiqdi. 1 million
inson ish bilan ta'minlanadi degan masala. 2030-yilgacha aholini to'liq ish bilan ta'minlash va mutlaq ishsizlikka barham berish masalalarini O'zbekiston o'z strategiyalarida oldinga qo'yapti. Bu maqsadga erishish uchun qanaqa berishsa bo'ladi? Bu katta raqamlar umuman olganda. O'zi aslida faqatgina mana bir 48-maqsad bor. Aynan O'zbekiston 2030 strategiyasida 48-maqsadda sanoatda qo'shilgan qiymatni 60 milliard dollarga olib chiqish va shu bilan 2,5 millionta qo'shimcha ish o'rinlari yaratish. Bu yerda hozirgi bor quvvatimiz to'g'risi imkoniyat yaratadi bizga. Ya'ni bizni xomashyolarimiz bor. Mana aynan shu 48-maqsadda aytilganki 60 ming kvadrat kilometrda 2030-yilgacha geologiya qidiruv ishlarini amalga oshirish. Bu bilan biz hozirgi yangi neft bo'lgan 21-asrda neftga aylangan oltin, kumush, litium bor, uran endi hozirgacha mana qazib ishlab qayta ishlanadi. Yana aytmoqchimanki, misni o'ziga ham qarasak, hozirgi men yaqinda o'rgandim, xalqaro birjada 1 tonna mis 13 ming dollar ekan. Agar uni to'g'ri qayta ishlab, chuqur qayta ishlab, bundan nafaqat oddiy katod sifatida eksport qilish, balki mikroelektronikaga, nanotexnologiyada ishlatiladigan yuqori sifatli misga aylantirib eksport qilsak, biz uni qo'shilgan qiymatini 100 barobargacha oshirishimiz mumkin bo'ladi. Qayta ishlangan mahsulot qimmatroq bo'ladi. Buni zanjirini, ya'ni aynan shu klasterda zanjirini to'liq yo'lga qo'yish uchun endi o'zingiz o'ylaysiz, juda katta ishchi o'rinlar yaratiladi. Shu sababli hozir mamlakatimiz rahbari xorijga chiqqanda aynan shu chuqur qayta ishlashga va qo'shiladigan qiymatga juda katta urg'u berishadi. Shu bilan 2030-yilgacha 2,5 million tani biz zabt etishimiz mumkin. Ya'ni ishchi o'rinda demoqchiman. Shu aynan shu driver sohalarini tanlab. Bu yerda ham shu sanoatda driver sohalari tanlangan edi. Aynan 12 ta yo'nalish bor edi. Bu tikuvchilik ham bor va boshqa yo'nalishlar ham bor. Lekin qidiruv ishlarini amalga oshirib, buni konchilik sohasini ham, sanoatini ham rivojlantirsa, aynan siz aytgandek, nafaqat 1 million, balki 2,5 milliondan ham oshishimiz mumkin bo'ladi. Ayollar o'rtasida IT, STEM, hozir yangi yo'nalishlar, yangi jahonga mos bo'lgan standartlarga mos yangi ish o'rinlarini xotin-qizlar o'rtasida joriy qilinishi ham ayni fikrimizni dalili hisoblanadi. Bilasizmi, O'zbekiston agar mana shu ishlarni umuman olganda tizimda biz amalga oshira olsak, 2030-yilgacha haqiqatan ham kambag'allik masalalariga tub-tubidan hal qila olsak, mana shu masalalarni o'ylaymizki, dunyoda yagona davlatga aylanadi. Hech qanaqa kambag'al aholisi bo'lmagan va bu bo'yicha ishlar davom etyapti. Uchun fuqarolarimizga qarata bitta so'z aytsak, xotima sifatida ko'p joylarda boramiz, fuqarolar murojaat qilib kelishadi. Eng birlamchi qatlam bu ayollarimizga ham, fuqarolarimizga ham aytamiz, mahallaga murojaat qilish. Mahallada uni ijtimoiy holati aniqlanishi va albatta unga yordam ko'rsatilishini biz bilishimiz kerak. Hozirgi kunda blogerlarimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, bugungi kunda ayollarga 20 milliondan ortiq jarrohlik amaliyotiga yordam berilar ekan, uy-joy berilar ekan, uy-joy ta'miri uchun 20 milliondan ortiq baravar miqdor ajratilar ekan deb juda ko'p xabarlar tarqalmoqda. Shu o'rinda ayrim blogerlarga shu ko'rsatuv orqali aytmoqchiman, mana shuni mezoni yuqorida ham aytildi, ijtimoiy qatlamdagi ijtimoiy reyestrda turgan. Mahallaga borib murojaat qilganda uni ijtimoiy holati aniqlangandan keyin unga ijtimoiy xizmat albatta ko'rsatilishini aytib o'tish o'rinli deb bildim. Albatta, bugungi kunda yaratilgan tizim orqali aytishimiz mumkin, har qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar davlat e'tiboridasiz va siz uchun har qanday sharoitda, har qanday moliyaviy qiyinchiliklardan tortib sog'liq bilan bog'liq barcha muammolarda siz davlat nazoratidasiz va davlat sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Faqatgina mavjud imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish kerak va bu bo'yicha ko'rsatuvlarimiz orqali boxabar bo'lib borishingizni so'raymiz. O'zbekiston telekanalida munosabat tok-shousi bo'ldi. Muhokamali mavzular markazida yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.